Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana alhamdulillah Farg'onada akamiz o'tgan yili noldan boshlab Sentrgacha полностью proseslar, hujjatlariga, suhbatlarga tayyorlashga hammasiga yordam bergan edik. Angliyaga Alloh taolo rizqlarni qo'shilib, mana Allohga shukr, vizalarni olib Angliyaga borib keldilar. Aka charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Shukr, yaxshi. Bir marta borib keldingiz. O'zingizda bir qanaqangi bir taassurotlar, qanday Angliya yoqdimi, hayoti, bir oylik maoshlari o'zingizga bir ma'qul bo'ldimi? Xursandmisiz haqiqatan ham? Qanaqangi bir o'zingizni shaxsiy bir samimiy fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol mijozlaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana shu Easy Vizani klientlari, u Easy Viza sharofati bilan Javon akam o'zi shaxsan o'zi yordamlari bilan Angliyaga bordik. Xudoga shukr, ishladik zo'r. Angliyada kamida 2,5-3 ming dollardan pul topdik. Xudoga shukr, rizqqa yarasha. Angliyada havolari toza, ishlari zo'r. Angliyachilar va shu odamni hurmat qilib olishayotgan. Hurmatingiz bor, hali Rossiyada behurmat emas. Odamni hurmati bor. Estetika, madaniyatda odamlarga bo'lgan bir samimiylik bor, baribir. Ko'chada o'tib ketyapsiz ham yo'l berishadi-da. Yo'l berishadi. Nima? Hamma yog'i zo'r. Ish joylari, yotoq joyi, hammasi joyida. Ishlab borib, riskavat qilib ishlab kelganga yarashadi. Yaxshi, hammasi zo'r. Mana endi xudo xolasa yangi sezonga приглашение kutyapmiz. Shu 1-2 oyda xudo xolasa ketib qolamiz. Jamoatchilik yordam qiladi xudo xolasa. Kelinglar, mana shu uchrashib, gaplashib, sizlar ham Angliyaga boringlar. Rossiyada yuravermasdan. Shu Angliyaga, Yevropaga bo'lgan yaxshi ekan. Zo'r. Endi qolgan davlatlarga o'zi ko'pchilik Rossiyaga, Yabatga borib kelganlarga qaraganda o'zlari mijozlarimiz ham aytishadi, Angliyaga borgandiki baribir boshqacha ekan. Baribir endi hamma narsa pulga taqaladi-da, o'sha oylik maosh qaysi davlatda ko'p bo'lsa, o'shanga qarab turib odamlar ham o'sha maza qilib bitta borganda nimadir li bo'lib qoladi-da, katta summa bilan qaytsa, biz ham keyin ba'zan xursand bo'lamiz, kimlargadir o'sha insonlarga foydamiz tegayotganini ko'rib turib ko'zlarimiz quvnaydi, qalbimiz maza qiladi. Shunaqa. O'zingiz oyiga примерно 2,5 ming bitta gruppada bitta partiyada necha kishi uchirdim sizlarni? Atrofga 6 kishi uchgan. 6 kishi uchgan. Bitta gruppada 6 kishi uchib ketishgan edi. O'sha 6 kishi har oyda примерно 2,5 ming 2,5 ming kamida rasxoddan tashqari topasiz. 2,5 ming 3 ming. Endi odam o'zini ishlashiga ham bog'liq, borib turib haliga ish qiyin emas. Endi ishlash kerak, taqvom bo'lish kerak, ishlash kerak xolos. Mehnat qilgan odamda xudo xolasa rizqi ko'payib kelaveradi baribir. Bir xilga odam borib olib turib, men garantirovniy ish pul topaman degan narsa. Ishlasangiz topasiz, ishlamasangiz hech qayerda topmaysiz. Xuddi shunaqa. Qolganlarga mana yangi harakat qilayotganlar birinchi marta topshiraman deyotganlarga nima maslahat berasiz? Maslahatim kelinglar, aniq, arziydi. Misol kamida 11 ming, 12 ming dollar topasiz riskavat xizmatda qilgan rasxodingizni bemalol 1 oy ichida topib chiqarib nima qilasiz. Kelinglar, Javon akaga uchrashib, nima maslahat olib, o'zi nimasini hamma yo'g'ini o'zi nima qilib beradi. Shu suhbatga, viza sentr hamma yo'q o'zi kuzatib boradi. Kerak bo'lsa Angliyaga ham borib, o'zi tashlab joylashtirib keladi. Kelinglar, maslahatim shu. Qolgan Angliyaga boraman degan insonlarga ham mana Allohim o'zi oyibidan yetkazsin inshaalloh. Biz ham avliyo bir ulug' shamanbasimiz, o'sha Alloh taolo bergan iqtidor bilan mijoz o'zi tushunmaydi, keladi, ixlos qilib keladi. Men hujjatimga tushunmayapman, prosesini bilmayman, qanday qilib elchixonaga ko'stomerga o'chirib olishni bilmayman, qanaqa qilib suhbatga tayyorlanishni bilmayman, savol-javoblarni bilmayman. Xullas, bilmayman degan odam keladi, biz o'sha xudo sababini qilamiz, Alloh taolo bergan iqtidor bilan sababini qilib hujjatlariga nima qanaqa o'sha mijozni vakili sifatida yordam beramiz. O'sha rizq qo'shilgan odam Allohim ol qurim degan bo'lsa, inshaalloh vizasini olib, xudo xolasa ketaveradi. Har bir insonga nasib qilsin. Jivoy akamiz o'zlari Angliyaga borib kelganlar, Xurshid akam, Asadbek, yana kim borligi bo'lmas ekan. Shu guruhlarda 6 kishi bitta ketishgan, ana Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Ofisimiz inshaalloh 90 779 0407 shu nomer Telegram bor. Telegramdan lokatsiya yozsangiz tashlab beramiz yoki uzoqda bo'lganda onlayn topshirsa bo'ladi. Hammaga Alloh yaxshiliklar bilan siylasin. Biz foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.